Malika bilan 7 palvon. 5-qism. Shu kuni oqshimi 7 palvon Malikaning jasadi silingan xristal sandig'ini ko'tarib, chat yaqidagi bir tog' o'ngkuriga opiribdi. O'ngkurga 6 tal temir tuvri qiqib, ondan xristal sandiqqa 6 tal temir halqa bekitib, tuvriga esib qo'yibdi. To'rt tarafini reshetkalabdi. 7 palvon bu ishlarni tugatgandan keyin Malikaning o'lib ketgan singlisining ruhiga ta'zim qildi. Palvonlarning aksi Söyümlik sana. Bu yerda aram elang. Siz shunchalik oqko'ngil, shunchalik go'zal. Tangri sizni o'z panohida saqlaydi. Garchi rasul qo'llarning qurboniga aylanib, bu dunyodan ayrilgan bo'lsangizmi, ruhingiz cho'qim yaxshi yashaydi. Biz sizning jasadingizni mangu qo'g'daymiz. Qishingizda mangu hamroh bo'lamiz. Aram elang söyümlik sana. debdi. Shuningdan tartib 7 palvon har kuni o'ngkurda turishga bir odam avatib, Malikaning jasadiga hamroh bo'ldi. Ajablanarliki shuki, Malikaning jasadi jasad sandiqida shuncha uzun tursa-mu, chiroyi hech qanday o'zgarmabdi. U go'yo uxlayotgandek yotadi ekan. Rangi oq ham qizil bo'lib, Livi doim o'tqashdek qizil. Chichi doim qora ambosdek qap-qora, parqaraq turadi ekan. Burunqideklar kulimsirab yotadi ekan. Buningdan palvonlar naydi xushal ekan. Malika cho'qim o'lmadi. Hamon bir kuni uyg'onib, palvonlar bilan birga go'zal hayot kechirdi deb o'ylaydi ekan. Razilxonish o'rmonliqning o'rdisiga qaytib kelib, aynakdan burunqi savolni so'rabdi. Bu qitim aynak uning dunyodagi eng go'zal ayol ekanligini aytibdi. Xanishning xushalligi ko'kka yetibdi. Bu qitim u Malikaning rostali o'lganligini bilibdi. Bu vaqtlarda podshohning kesili izchil yaxshilanmabdi. Xanishningmi uning bilan kari bo'lmabdi. Podshoh bundan qattiq g'azablanib, ayni vaqtda bu xotini ag'alliqiga intayin pushaymon qildi. Malikaning yigiti shahzoda Yisay Malika yo'qib ketgandan tartib kech-kunduz uning izdirgini qildi. Arg'amaqa minib, hamma yoqqa chepib yurib, shuncha izdabmi Malikani topolmay, qalbi cheksiz hasratga to'libdi. Jismoniy va ruhiy jihatdan yirib ketgan shahzoda bir kuni kechqurunlikda otga minib ketib, kechki shafaq ostida turib, otqashdek qizil quyoshga qarab, Yaxshimisan qadrli quyoshim? Sen har kuni osmonda harakatlanasan. Dunyodagi hamma odamni cho'qim ko'rib turibsan. Undaqda sen rangi oq ham qizil, lavlari to'q ham soyibjama, chochlari qop-qora ham paqroq yosh bir malikani ko'rdingmi? Menga aytqina qadrli quyosh. Men uning yigiti. Men uni hamma yerdan 3 yil izladim. Hozir atma yerib qoldi. Ammo men uning derikini ololmadim. debdi. O'ylamagan yerdan quyosh rostli javob qaytiribdi. Qadrli shahzoda, men bu malikani, ya'ni sening go'zal mahbubingni ko'rmadim. Balkim u allaqachon o'lib ketdi. Balkim kunduzi talog'i chiqmagan bo'lishi mumkin. Sen qo'shnimdan so'rab baqqan. Balkim ay qandaqdir bir yerda uni ko'rgan, izini bayqagan bo'lishi mumkin. Shahzoda quyoshning gapini anglab azoblanibdi, ham qayg'uribdi. Kechning tezroq yetib kelishini taqozolik bilan kutibdi. Ay andali chiqishiga shahzoda taqat qilolmasdan uninga iltijo qildi. Ay, mening yaxshi do'stim. Sen rangi oq ham qizil, soyib jamol, chochlari ambustarxidek qora ham paqroq, go'zal bir malikani ko'rdingmi? Menga aytqina ay qadrlik ay. Men uning yigiti. Uni izlab etim bilan 3 yil chepib yurdi. Ammo ay uningga mundaq javob beribdi. Ay qadrli shahzodam, qayrindishim. Haqiqatan xijilman. Men bu go'zal qizni, ya'ni sening go'zal mahbubangni ko'rmadim. Chunki men har kuni bu yerda bo'lolmayman. Balkim men kechalari kuzatib turgan vaqtimda o'z zamonda sayr qilmagan bo'lsa kerak. Yo'q, ay yana mundaq debdi. Bedani qo'yvatma obdan qayrindishim. Sana bir chorani deb beray. Sen berib shamoldan so'rab baqqan. Balkim uning bormaydigan yeri yo'q. Balkim u sening go'zal malikangning nadaligini bilishi mumkin.
Şunun bilan Shahzoda g'ayratga kelib, etiga minib, shamol tarafga qarab atlanibdi. U vaqirab turib, shamolga iltijo qildi. Ey shamol, sen har yoqda kezib yuriysan. Ko'pni ko'rasan. Menga aytib bergina, sen rangi qizil ham oq, sohib jamol, chachlari qora ham paqroq, go'zal bir malikani ko'rdingmi? Menga aytqana, men uning yigiti. U o'rnidan yo'qolib ketgandan beri taraf-tarafga chepib yurib, uni izlayotganimga 3 yil bo'ldi. Shundaqmi, bechora o'g'lonni? Debdi shiddatli shamol uning javoban. Men sening mahbubangni ko'rgan. U dunyoda eng go'zal qiz. Lekin bu go'zal qiz allaqachon o'lib ketdi. Daryoning u tarafidagi o'nkirda bir kristal jasad sanduqi bor. Mahbubang shu yerda xotirjam yotmoqda. Har kuni bir palvon uning jasadini uzluksiz qo'g'dab turmoqda. Shamol so'zini tugatibla o'rmonliq etiga kirib ketibdi. Shahzoda ixtiyorsiz yig'lab ketibdi. U etiga sakrab minib, etini qamchilab uchqandek chepibdi. Darhol ashu o'nkirga berib, go'zal malikasini ko'rishga aldirabdi. Shahzoda jon jahli bilan taqqa yamishibdi. Ko'zlari yoshga to'libdi. Bu tog'da taqatli yo'li yo'q bo'lib, hamma yoq ushliq tashlar bilan qoplangan ekan. Shahzoda put-qo'lini tang ishqi silib, nihoyat tasdiqda tog' qaptiliga aran chiqibdi. Kutilmaganda shahzodaning ko'z oldi yorib, bir til giyohmi unmagan taqir sayliq namoyon bo'ldi. Sayliqning eng cheti qop-qora o'nkirning kirish ig'izidan boshlanadi ekan. Shahzoda aldirab yugurib berib qarasa, qorong'u sovuq o'nkirda 6 to'rikda temir halqa. Halqaga bir kristal jasad sanduqi esiqliq turibdi. Jasad sanduqi shamolda yengil tavrinib turadi ekan. Bir palvon jasad sanduqining yonida medarlamay qarab turadi ekan. U mahbubini yana bir ko'rib olishga aldirab, hech nimaga qaramasdan kristal jasad sanduqiga qarab yuguribdi. To'satdan kuchli bir qo'l uning kechagisidan tutib, yerga yiqitibdi. U birining: "Sen nima odam? Singlimning jasadini nimishqa o'g'irliqcha ko'gila kelasan?" deb g'azablik vaqirg'inini anglabdi. Shahzoda shu chaqdala andin shamolning palvonlar haqida aytganlarini o'ylabdi. Shuning bilan u ko'z yeshini to'xtatib, o'rnidan qopib, yuzlarini surtib palvonga: "Hurmatli palvon, qadrli aka, men shahzoda Yisay. Bu kristal sanduqdagi malikam mening loyig'im. Meni o'tkilib qo'ygan. Men uning go'zal jamolini bir ko'rib olay. Men uni 3 yil izladim. Uni bir ko'rib olg'ili qo'ygan." deb yig'lab ketibdi. Palvon uning gaplarini anglab, ig'ir oh tortib, uni qo'yib yetibdi. Shahzoda kristal sanduqqa yiqilib kelib, sanduqda yotgan malikaga qarabdi. Malika yanali shunchalik go'zal ekan. Uning oq ham qizil rangi, sohib jamol ruxsari, bo'libmi levida qaytib qolgan tabassumi shunchalik tonish, yiqimliq bo'lib, qalchilik o'zgarmagan ekan. Shahzoda kristal sanduqqa ezilib, hurkirab yig'lab ketibdi. Suyimlik mahbubasi bilan mushunaqla mangulik xo'shlashdimi? Shahzoda kristal sanduqni ixtiyorsiz mushlab ketibdi. To'satdan jarangida qolgan bir ovoz bilan tang kristal sanduq chayqalib ketibdi. Malika kristal sunuqlari bilan birga yerga tushibdi. To'rikda 6 dal halqali qilib tavrinib turibdi. Shahzoda bilan palvon bu ahvolni ko'rib, hang-tang qapti. Ammo kim bilsin, Malika to'satdan uyg'onib, ularni intayin xushal qilib yetibdi. Aslida Malika yiqilib tushganda, u yegan zaharlik olmaning partisi kelidan yenib chiqqan ekan. Malika asta-asta ko'zini ochib, andin o'ltirib, hayronlik nazari bilan atrofiga qarab, shahzoda bilan palvonni ko'rib: "Qadrlik aka, men nimishqa bu yerga kelib qoldim? Bu yerda qanchalik uxladim?" deb so'rabdi palvondan. "Suyimlik singlim, siz bu yerda 1 yil 13 kun uxladingiz. Bugun Yisay bu yerga kelib sizni ig'ir uyqudan qutqizdi" debdi palvon.
Shahzoda Yisay Malikani chaqilib ketgan jasad sandiqidan yo'lab turg'izibdi. Ikkalan quchoqlashib, yig'lashib ketibdi. Andan Shahzoda Malikani ko'tarib, uning qadrdon aksi bilan birga o'nko'rdan chiqibdi. Yetti polvonning uyiga qaytib berib, shu yerda aram opdi. Yetti polvon Malikaning tirilganligidan qattiq hayajonlanibdi. Ular darhol Malikaning burunqi hujrasini tozalab, uni aram elishga undabdi. Ammo Malika, men nayda uzoq uxlabdiman. Sizlar har kuni menga hamroh bo'libsizlar. Sizlarga qanday rahmat aytsam bo'la. Bugun hammanglar aram elinglar. Men sizlarga tomoq etib, haraq isitib beray. Bugun biz qanog'idek ichib mast bo'laylik. Chunki men ati yigitim bilan birga ketaman. Sizlar bilan endi menga birga bo'lamayman, debdi. Shuna qilib Malika oshxonaga kirib, tomoq etibdi. Palvonlar bilan Shahzoda uyda suhbat qurib, haraq ichishibdi. Andan Malika tomoqlarni akibdi. Har bir palvon bilan 3 romkadan ichishib, ularning 3 yildan buyon ko'rsatgan g'amxo'rligi va muhabbatiga rahmat aytibdi. Qadrdon akalar, sizlarni yaxshi ko'raman. Hammanglar samimiy, ah ko'ngil, botir kishilar. Hammanglar haqiqiy erkak, debdi. Bu kuni ular tun tang bo'g'icha xushal xo'ram o'ltirishibdi. Bu oqshimi 9 oylarning hammasi xudini bilmagudek darajada mast bo'lishibdi. Atsi Shahzoda Yisay Malikani elib xon ordisiga qaytibdi. Yetti polvon Malikani o'rmonlikdan chiqishga uzitib, ayrilishga ko'zi qiymay to'xtab, suyimlik sanglisining go'zal siymosi tog'ning o tarafida g'ayib bo'lg'icha qarab turishibdi. Shahzoda Malikani boshlab yo'l bo'yi uning bilan xushal paranglashib mengibdi. Malikaning hayot ekanligi, ordaga darhol yetib boradiganligi to'g'risidagi xabar poytaxtga tezdan yetib beribdi. Poytaxtdagi kishilar mayda xushal bo'lishib, shahar darvozalaridan yugurishib chiqib, yo'lning ikki tarafida turib, Malikani qarshi oldi. Hammasi Malikaning go'zal tabassumini ko'rishni to'limi arzu qiladi ekan. Malika kishilarning tantana sadolari ichida shaharga kiribdi. Bu kuni Razil Xonish azroq ichvagan bo'lib, bekorchilikdan zerikib hujrasiga kiribdi. Hamda suyimlik aynigining oldiga kelib, dunyoda kimning eng go'zal ayol ekanligini so'rabdi. Aynakning javobi uni qattiq teriktiribdi. Suyimlik xonishim, sening go'zalligingga gap ketmaydi. Ammo Malika hammadan go'zal, hammadan oq ham qizil. Xonish ichvag'ishqa o'rnidan sakrab qopib, aynakni yerga etib, chul-chul qilib etibdi. Chunki u Malikaning o'lganligiga, aynakning bu qitim o'zini aldaganligiga cheksiz ishonadi ekan. "Mima, hullanib aynak. Menga yolg'on so'zlashga qanday qaytinding?" debdi Xonish aynakni tashlab etib. Hamda uni tilg'ash talog'i mengibdi. Malika bilan Shahzoda dal uning oldiga kelayotgan ekan. Xonish hang-tang qopdi. Arvoqqa yo'liqdimi nima deb o'ylab, qo'rqinishdan darhol bir yoqqa qaytibdi. Shuningdan boshlab Xonish saran bo'lib qopdi. U har kuni hujrasida yetib elib, "Men dunyodagi eng go'zal ayol, men hammadan chiroyli, hammadan oq ham qizil, men hammadan go'zal, men eng go'zal, men hammadan eng go'zal, hammadan chiroyli, oq ham qizil" deb to'lab, bir necha kun o'tmayla o'lib qotdi. Podshoh Shahzoda Yisay bilan Malikani ko'rib, to'lim xushal bo'lib, kesilimi butunlay saqayib ketibdi. U Malikaning to'yiga tayyorlik qilishga, dunyo bo'yicha eng hashamatli to'y o'tkazishga buyruq tushiribdi. Shahzoda Yisay go'zal Malikani elib cherkovga beribdi. Ular to'y murosimi o'tkazib, er-xotin bo'lishibdi. Hamda inoq ittifoq yashab, umrini to'lim baxtli o'tkazibdi. Sevimli do'stlar, undaq bo'lsa, Malika bilan yetti polvon temisidagi cho'chigimiz bugun mush yerda to'liq oyoqlashdi.